Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi bilan tanishib chiqamiz. Sizlar bilan o'qituvchingiz Munojat Normatova. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda 14-fevralda Andijonda tavallud topgan. U Farg'ona xonligi hukmdori Umarshayx Mirzo va mutafakkir ayol Qutlug' Nigor xonimning o'g'li edi. Bobur Temuriylar sulolasidan bo'lib, Buyuk Amir Temurning 5-avlod nabirasi hisoblanadi. Bobur 1494-yilda 11 yoshida otasining vafotidan so'ng Farg'ona xonligi taxtiga o'tirdi. U yosh bo'lishiga qaramasdan kuchli siyosatchi va lashkarboshi sifatida shakllandi. Boburning asosiy maqsadi Samarqandni egallash edi. Chunki shahar uning bobosi Amir Temurning poytaxti bo'lgan. Bir necha bor Samarqand uchun kurash olib borgan bo'lsa-da, 1501-yilda Shayboniyxon tomonidan mag'lubiyatga uchradi. Shayboniyxon tahdidi va siyosiy muammolar tufayli Bobur o'z qo'shini bilan Hindiston tomon yo'l oldi. 1526-yilda Panipat jangida Lodiylar sulolasini yengib, Hindistonga Mo'g'ullar, ya'ni Boburiylar sulolasiga asos soldi. Uning hukmronligi davomida Hindistonda kuchli markazlashgan davlat vujudga keldi. Bobur 1530-yil 26-dekabrda Agrada vafot etdi va vasiyatiga ko'ra Qobulda dafn etildi. Zahiriddin Muhammad Boburning ijodi. Bobur nafaqat yirik davlat arbobi va sarkarda, balki iste'dodli shoir va yozuvchi ham edi. U fors va turkiy tillarda ijod qilgan. Uning asosiy asarlari quyidagilardan iborat. Boburnoma Boburning eng mashhur asari bo'lib, memuar va tarixiy asar hisoblanadi. Unda o'z hayoti, yurtlari, xalqlari, tabiati va tarixiy voqealar haqida batafsil ma'lumot bergan. Mubbayyin islomiy bilimlar haqida yozilgan asar. Aruz risolasi she'riyatdagi vazn qoidalari haqida ma'lumot beradi. G'azal va ruboiylar Bobur lirik she'riyatga ham yetuk ijodkor bo'lgan. U g'azal va ruboiylar inson qalbi, tabiati, go'zalligi va muhabbat mavzularida yozilgan. Boburning ijodi o'zbek va jahon adabiyotida katta ahamiyatga ega bo'lib, uning Boburnoma asari dunyodagi eng mashhur tarixiy memuarlardan biri hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning hayot va ijodi bilan tanishib oldik. Sizlar bilan o'qituvchingiz Munojat Normatova bo'ldi.